Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Fikrat tahlil dasturining navbatdagi soni efirda. Demak, ushbu ko'rsatuv geografiyaga bag'ishlanadi. Qardoshlarimiz, demak, Qirg'iz Respublikasi geografiyasi haqida suhbatlashish uchun studiyada doimiy ekspertimiz Ixtiyor Esonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ixtiyor aka, nega Qirg'iziston o'zi bu safar? Suratlarini ko'rsatib yuboring, Nurbek, oxirgi suratlarni. Qirg'iziston nihoyatda antiqa tabiatga ega. O'rta Osiyoda bu eng go'zal mamlakatlardan bittasi. Yo'q, oxirgi suratlarni aytdim-ku Nurbek. Sizga tashladim-ku. Qirg'izistonda bemalol Alp tog'larini ham ko'rish mumkin. Amerikadagi Ant tog'larini ham ko'rish mumkin. Qarang. Shu Amerikadagi Ant tog'larini ham ko'rish mumkin. Xitoydagi tog'larini ham o'xshatish mumkin. Xullas, juda ham nimada unikalniy alinga ega, o'sha tabiatga o'ziga xos. Qarang, qanaqa joylar bor. Mana shu rasmlarni ko'ring. Shu rasmlarga qarab, endi Qirg'iziston tabiatiga qarab xulosa qilish mumkin nima uchun Qirg'iziston tanladik. Haqiqatdan ajoyib. Bular Qirg'iziston. Shvetsariyalar hech narsa emasda buni oldi. Faqat infratuzilmasi endi agar shunday bo'lganda, ya'ni Shvetsariya kabi olib chiqilsa, bu Shvetsariyalar dam oladi buni oldidan. Bemalol. Tog'lari ham deyarli 2 barobar. Shvetsariyada bo'lsa 4 kilometr, bularda 6-7 gacha chiqadi. Baland joylar. Go'zallik namunasi. Shunday. Juda ham nihoyatda go'zal mamlakat. Ajoyib. Masalan, Qirg'iziston hurmatli muxlislar, eslatib o'tamiz, qardoshlarimiz, qo'shnimiz, yon qo'shnimiz, bir mintaqada yashaymiz. Qirg'iz Respublikasi demak 200 ming kvadrat kilometrga yaqin hududi, aholisi 22-yil bo'yicha 7 million deb taxminan aytilyapti. Bu aholisi bo'yicha dunyoda 106-o'rinda, hududi bo'yicha 85-o'rinda turar ekan. Ixtiyor aka. Qirg'iziston O'rta Osiyoda joylashgan mamlakat. Tianshan tog' tizmasining markaziy qismi va g'arbiy qismida Pomir Olay tog' tizmasi o'sha o'z ichiga oladi. Qirg'iziston bu deyarli to'liq tog'li mamlakat deymiz. Ya'ni Qirg'iziston deyarli tog'li mamlakat. Deyarli tog'li mamlakat. Bu yerda unaqa katta o'sha cho'l yoki bunaqangi tekislik qismlari juda ham deyarli yo'q hisobi. Janubiy g'arbida Tojikiston bilan, o'sha shimolda O'zbekiston bilan, janubiy g'arbida Tojikiston bilan, janubiy sharqida esa Xitoy bilan chegaradosh, shuningdek shimolida Qozog'iston bilan ham chegaradosh. Poytaxti Bishkek shahri, xaritasini olib chiqsangiz yaxshi bo'lardi. Birinchi xaritasini olib chiqing. Poytaxti Bishkek shahri, maydoni to'g'ri aytdingiz, 199.951 kilometr kvadrat. Qani 2000 ga oz, 200 mingga ozgina yetmaydi. Bu yoqqa ham chiqarsangiz yaxshi bo'lardi. 85-o'rinda to'g'ri aytdingiz, dunyoda 85-o'rinda turadi. Maydoni bo'yicha aholisi shu 7 million kishi. Mana Qirg'iziston tabiiy xaritasini hozir ko'ramiz. Nimaga hozir parallelni chiqmayapti, Shokirjon? Yo, o'z parallel mana parallel. Chiqdi mana. Yo'q, u yerda chiqmayapti endi. Yo'q. Demak, aholisi 7 million kishi, 106-o'rinda turadi aholisi bo'yicha. Qirg'iziston endi juda yirik mamlakat bo'lmasa-da, unaqa kichkina ham emas. Kichkina mamlakat emas. To'g'ri, O'zbekistondan 2 barobar kichkinaroq, Qozog'istondan deyarli 10 barobar ham kichkina, ammo baribir dunyo bo'yicha bu o'sha eng kichik mamlakat hisoblanmaydi. Albatta katta mamlakat. Yalpi ichki mahsuloti, endi iqtisodi haqida mayli nima qilamiz? 11 milliard dollar ekan. 141-o'rinda turadi. Dunyoda aholi jon boshiga 5516 dollardan to'g'ri keladi. Iqtisodi endi rivojlanyapti. Bu mamlakatning kelajagi porloq. G'ayratxo'ja bir o'qituvchimiz bo'lardi. O'sha iqtisodiy geografiyadan birinchi kursda dars bergan kishi, shu kishiga men savol bergandim-da. O'rta Osiyoda eng kelajagi porloq qaysi mamlakat deganimda, shu kishi bir g'alati, men uchun endi g'alati javob bergandi-da. Qirg'iziston deganda o'sha payt. O'sha davrda 90-yil. Ya'ni 92-yil. Neftga boy Qozog'iston yoki O'zbekiston, sanoatlashgan O'zbekiston, gazga boy Turkmaniston turganda, shunday o'sha kishi hech gapi esimdan chiqmaydi, Qirg'iziston degandi. Nega unday degan? Nima uchun deganimda, chunki Qirg'iziston o'sha suv boshlanadigan. Qirg'iziston energetikaga boy mamlakat. Energetikani ustida turadi.
u mamlakat kelajak energetikaniki degandida shu kishi. Qirg'iziston deyarli yirik o'sha tog'lar shu yerda-ku, Pomir, Oloy, mana o'sha nimasi Tianshan va mana shu yerda eng yirik muzliklar ham shu yerda deb aytgan edi shu kishi. Mamlakat mana shu xaritasini nima ko'rsatyapti. Ana siyosiy xaritasi ham bor ekan, tepasida ko'ryapsizmi? Nechta viloyatlari bor? Ana Talas oblasti bor, Chuy viloyati bor, Issiqko'l, Norin, Jalolobod, O'sh va Botken. Ko'ryapsizmi? 7 ta bor. Aha, 7 ta. Va Bishkek alohida. Bishkek o'sha Chuy nimani ham markazi hisoblanadi. Chuy nimasini ham mamlakat poytaxti ham hisoblanadi. Hozir aytganingizdek, tekislik faqat mana shu yerda ko'rinyapti. Bishkekning shimolida. Shunday deyarli mana ko'ryapsizmi? Bironta tekislik deyarli. Deyarli tekislik. Farg'ona vodiysiga Endi ozmas. To'g'ri, Farg'ona vodiysiga ham kiradi. Farg'ona vodiysi ham kiradi. Umuman o'sha bu Qirg'iziston hududlari Farg'ona vodiysi ham o'z ichiga oladi ba'zi bir qismlari. 41 gradus shimoliy kenglik, 75 gradus sharqiy uzunliklar orasida joylashgan. Dengizga chiqishga yo'li yo'q. Albatta, endi O'rta Osiyoda ko'p mamlakatlar dengizga chiqa olmaydi. Sharqdan g'arbga 925 kilometrga cho'zilgan. Qarang. Mana sharqdan g'arbga 925 kilometrga cho'zilgan, shimoldan janubga esa sal nimaroq, masofasi kamroq 454 kilometrga cho'zilgan. O'zbekiston va Tojikistondan o'tadigan chegaralari juda ham qiyin o'tish nimasi. Ya'ni Xitoy bilan Xitoyga ham juda murakkab o'tish, Qozog'istonga yaxshi nimaroq. Chunki mana biroz tekisliklari bor. Ko'ryapsizmi? Lekin Qozog'istonga ham o'sha masalan Olmaotaga ham o'sha Perival dovonlar orqali o'tiladi. Demak, asosiy qismi qarang, asosiy qismi o'sha tog'lardan iborat dedik. Relyefi Tianshan, Pomir, Oloy tog' sistemasida joylashgan. Asosan ko'ryapsizmi mana? To'liq Oloy, mana Oloy, Pomir, Oloy, mana pastdagisi va qolgani o'sha Tianshan tog' tizmasi. Mana hammasi mana Tersk olatovi bor, ko'ryapsizmi? Tersk olatovi, Kungay olatovi, Qirg'iz tizmasi, Farg'ona tizmasi, bular o'sha Tianshanning qismlari hisoblanadi. Chotqolning yarmi ham ularda. Shunday, Chotqol tizmasi ham to'g'ri, nimaga kiradi? O'sha Qirg'iziston hududlariga kiradi. Eng baland nuqtasi Tianshan tizmasining o'sha nimasida, mana Xitoy bilan chegarasida mana G'alaba cho'qqisi, ko'ryapsizmi? G'alaba cho'qqisi, Pik Pobeda deyishardi. O'sha Sovet ittifoqi davrida bu kommunizm cho'qqisidan, hozirgi Ismoil Somoni cho'qqisidan keyingi turadigan cho'qqi edi. Ikkinchi o'rinda turadigan. Balandligi 7439 metr. 90% mamlakatni qarang, 90% dengiz sathidan 1,5 metrda joylashgan. Tasavvur qilavering. Bu hazil ekan emas-ku. Mana. Yaxshi olib chiqdingiz. Ko'ryapsiz? 1,5 metrdan nimada joylashgan, baland qismi joylashgan. Demak, mamlakatning 90% dan oshig'i, deyarli 94-95% ham desa bo'ladi, bu tog'liklar hisoblanadi. Bu toza tog'li mamlakat. Qirg'iziston, это горная страна deydi ruslar ham, mana haqiqiy tog'li mamlakat. Tojikiston, bu Tojikistondan ham hatto o'tadi. O'sha tog'li o'sha qismi ko'p. Eng past nuqtasi esa Qulundu degan nimasi, qarang, eng past nuqtasi ham 668 metr ekan. 668. Dengiz sathidan. Dengiz sathidan 668. Ya'ni dengiz sathidan past hududi yo'q. Yo'q. O'zbekistonda bor-ku, Navoiyda. Eng past nuqtasi 668 metr baland. U deyarli qirq-ku, tog'-ku. O'ylab ko'rang, eng past joyi shunaqa bo'lgandan keyin qanday baland mamlakatligini bilib olsa bo'ladi. Bu degani boyagi yoki Bishkek yoki mana bu atrofdagi tekislikda bu joy. Shunday. Mana shu Qulundi, mana shu atrofda. Shu nimada? Botken nimasida. Bu yerda ko'rsatmabdi, narigi nimasida. Ya, men buni o'sha nimani Qulundini suratini ham tashlaganman, Nurbek, bir ko'ring deb. Qulundi nimasi deb tashlaganman, eng past nuqtasini 668 metr ekan dengiz sathidan. Ya'ni Qirg'iziston asosan yosh tog'larda joylashgan va tasavvur qiling, 6000 metrdan baland o'sha cho'qqilari ham bor-ku, undan oshiq deyishadi. O'sha Tianshan nimasida, mana shu qismida. Mana bu Tianshanning o'sha Xitoyga
chegaradosh qismida 6000 metrdan baland bir 10dan ortiq cho'qqilari bor deyishadi. Shuningdek, dunyoda eng katta o'sha muzliklar albatta endi okeanlarda joylashgan, lekin tog' muzliklari ham mana shu O'rta Osiyoning Kanshan va Pomir nimasida tizmalarida joylashgan. Qarang, Inilchaq degan muzligi bor. Buni ham xaritasini qo'yganman Nurbek. Inilchaq muzligi ham bor. O'sha juda ham katta muzlik O'rta Osiyodagi, bu ham Qirg'iziston hududida biri. Umumiy muzliklar nimasi? Qirg'izistonda umumiy muzliklarning sig'imi 650 kub kilometr o'sha suvni o'z ichiga oladi. Shuningdek 8048 kilometr yoki Qirg'iziston hududining 4.2% muzliklar o'z ichiga oladi. Deyarli 5% Qirg'iziston hududi muzliklardan iborat ekan. Bu albatta Qirg'izistonning eng katta nimalaridan biri, ya'ni kozirlaridan biri. Boylik, juda katta boylik. Chunki mana nima uchun bu gapni aytyapmiz? O'rta Osiyoda borgan sari o'sha suv tanqisligi va suv muammosi kelib ko'rinyapti. Ammo Qirg'iziston haqiqatan boy mamlakat, chunki suvi bor. Kelajakda masalan suv bor. Mana shu yerda berilgan shekilli mana bu yerda muzliklar berilgan. Bu yoqqa olib chiqsangiz ham yaxshi bo'lardi. Mana shu Inilchaq muzligi ko'ryapsiz mana. Janubiy Inilchaq muzligi, mana Qora Baltak juda ko'p. Mana ko'r, Tersk Alatog'ida mana massiv Aqshiroq, mana shu hammasi muzliklar ko'ryapsiz. Qancha muzliklar bor. Endi bu Tojikistonniki. Pastligida Tojikiston. Mana bular o'sha Qirg'iziston muzliklari. Qarang, nihoyatda yirik muzliklar bor. Hamma daryolar shu yerdan boshlanadi o'zi aslida. Shu O'rta Osiyoga ketadigan barcha daryolar muzliklardan boshlanadi. 4.2% hududi albatta muzlik bo'lgandan keyin mamlakatda tasavvur qilaversa bo'ladi. Endi albatta Qirg'iziston biz faqat o'sha muzlik va tog'liklardan iborat deb hisoblash noto'g'ri, chunki aholi faqat tog'larda o'sha nimada yashay olmaydi, bilasizlar, qoyalarda yoki muzliklarda. Mamlakatda o'sha yirik nimalar ham bor, vodiylar ham bor. Masalan, 3 ta yirik vodiyni olsak bo'ladi. Endi boyagi nimasini olib chiqasiz, Chuy, Talas va Farg'ona vodiylari Qirg'izistonning yirik vodiylari hisoblanadi. Chuy, Talas va Farg'ona vodiylari. Eng katta daryolari Norin va Chuy ham aynan mana shu vodiylarga to'g'ri keladi. Sirdaryo. Norin o'sha Sirdaryoni boshlanishi. Eng katta ko'li esa hammaga ma'lum Issiqko'l. Hozir bu ko'l haqida ham gaplashamiz ko'proq. Bu o'zi umuman ko'l, mana qarang, Qirg'iziston o'sha bu menimcha Chuy vodiysi. Chuy vodiysi, xaritasi ham bor, shuni xaritasini ham ko'rsatib qo'ying. Mana Chuy vodiysi. Bu yerda qayerda berilgan? Yo'q. Chuy vodiysini alohida. Mana shu Chuy vodiysida. Mana qarang, vodiy Chuy vodiysi. Mana Bishkek, To'qmoq, Baliqchi mana shular orasi. Issiqko'l. Ko'ryapsizmi, qanaqa katta vodiy. Juda katta vodiy. Umuman Qirg'izistonda o'sha nihoyatda katta mana qarang vodiylar, undan tashqari o'sha boyagi ko'llar, yirik o'sha daryolarning boshlanish qismlari, ko'llar ham taxminan o'sha 2000 ga yaqin ko'l bor. Albatta, asosiy juda ham go'zal ko'llar bor. Bu menimcha o'sha Chuy vodiysimi yo Talas? Talas vodiysi. Talas vodiysi qarang mana. O'sha qizil mashhur Talas jangi bo'ldi. Mashhur Talas jangi bo'lgan joy o'sha Talas vodiysi. Bu ham Qirg'izistonning yirik vodiylaridan biri. Bu Talas o'zi Toshkentga eng yaqin hududi Talas. Shunday Talas. Ya'ni ixtiyoriga hech kim deb men uzr, ayrim e'tibor berilmaydigan holat, aslida Toshkent viloyati ham bevosita Qirg'iziston bilan chegaradosh. Biz endi vodiy chegaradosh deb hisoblanadi-ku. Lekin aslida Toshkent viloyati Bo'stonliqni shimoli sharqi bu Qirg'iz albatta respublikasi aynan Talas vodiysi. Talas vodiysiga kiradi. Va Farg'ona vodiysini ham ko'rsating. Farg'ona vodiysi o'sha dunyodagi eng yirik vodiylardan bittasi, Farg'ona vodiysi hisoblanadi. Xaritada ko'rsatib yorsangiz. Bu vodiyga o'sha mashhur shaharlar, qadimgi va navqiron shaharlar O'sh, Jalolobod,
O'zgen va boshqalar Farg'ona vodiysi joylashgan. Farg'ona vodiysi. Issiqko'l haqida hozir gaplashamiz. Shu dunyodagi eng yirik ko'llardan bittasi. Mana qarang Farg'ona vodiysini. Farg'ona vodiysi ko'ryapsizmi? Katta qismi albatta O'zbekistonda. Bizning mamlakatimizda joylashgan, ammo o'sha ba'zi bir qismlari ko'ryapsiz, Tojikiston bilan Qirg'iziston hududlariga ham o'sha nima qilgan o'tgan. Demak, mana bu yashil bilan belgilangan bu Farg'ona vodiysi. Demak, Ixtiyor aka, biz Farg'ona vodiysi deganda faqat O'zbekistonni emas, bu o'sha Qirg'iziston, Tojikistonning ma'lum bir hududlari ham. Albatta, vodiy katta, juda katta. O'sha Qirg'izistonning ba'zi qismlari va Xo'jandgacha boradi-da. O'sha Farg'ona vodiysi hisoblanadi. Geografik jihatdan o'sha bittada vodiy. Endi sovetlar shunaqa qilib bo'lganligi uchun endi majbur o'sha nimaga mana qarang, mana Farg'ona vodiysi ko'ryapsizmi? Qanday nechta shahar kiryapti? Mana bu yoqqa qarang. Mana O'zgen, O'sh, mana Qizilqiya, mana Haydarkon, Jalolobod, hammasi mana Tojikiston hududlari, mana Isfarami? Istarafshan. O'sha taraflargacha ketyapti. Mana Qonibodom ko'ryapsizmi? Hammasi Farg'ona vodiysiga kiradi. O'sha Toshkent bilan o'sha Qamchiq dovoni orqali ulangan, bilasizmi? Demak, Qirg'izistonda ham katta o'sha ba'zi qismi Farg'ona vodiysini o'z ichiga oladi. Shuningdek, umuman aytib o'tdim, 2000 dan oshiq ko'li bor, lekin asosiy qismi kichik ko'llar va tog'li. 2000 dan oshiq. 2000 dan oshiq ko'li bor, juda ham go'zal ko'llar bor. Hozir rasmlarni ham ko'rsatamiz. Umumiy maydoni qarang 7000 kilometr kvadrat. Albatta kichkina, lekin endi eng katta ko'llar albatta bitta ikkita, lekin qolgani o'sha mayda-chuyda ko'llar, lekin bor. Asosiy eng muhimi G'ayratxo'ja, bu ko'llarning asosiy qismi 3000-4000 metr balandlikda joylashgan. Baland. Tog' ko'llar. Albatta. Tog' ko'llar. Juda go'zal, eng tepada tog' ko'llar. Bunaqa ko'llar mana Shvetsariyada nima uchun o'sha Shvetsariyaning ko'llariga qiziqishadi? Balandda joylashganligi uchun, shaffof. Nima deydi? Lojivard ko'llar bor. Xuddi shunday Qirg'izistonda nihoyatda ko'p mana shunday chiroyli ko'llar bor. Asosiy qismi albatta 100 kilometr kvadratdan kichik 100 kilometrdan kichik, kattasi o'sha 3 ta ko'lni aytishimiz mumkin. Bu o'sha issiq ko'l albatta, Chatir ko'l, Son ko'l va yana bir nechta ko'llarni aytish mumkin. Qirg'izistonning iqlimi o'sha O'rta Osiyo iqlimi kabi o'sha keskin kontinental, lekin asosiy qismi baribir mo'tadil kontinental hisoblanadi. Kontinental iqlim bu yerda subtropik yoki boshqa iqlim mintaqalari yo'q. Asosiy qismi o'sha kontinental iqlim. Faqat mana qarang, o'sha boyagi muzlik bu. Boyagi muzlik ko'llar. Mana shu yerda to'xtatib turing-da. Mana shunaqa nimasi bor. Mana ozera Mersbaxer degan-ku, Mersbaxer. Qaysi? Bu o'sha Qirg'izistonda mana bu qismida eng o'sha boy Xitoyga yaqin qismlar. Mana Taklamakan cho'li ko'ryapsizmi? Xitoydagi. Bu mana bu Mersbaxer ko'li, ana bu Inilchiq daryosi, bu Qirg'iziston hududi. Mana shu ko'l mutlaqo bir fantastik ko'l. Buni ham rasmi bo'lsa, boyagi rasmimida. Mana shu Mersbaxer ko'li olimlarni hozirgacha hayratlantiradi. Bu ba'zan butunlay qurib yo'q bo'lib qoladi, bir qarasang yana paydo bo'lib, ko'payib qoladi. Bu juda ham ajoyib. Nima deydi? Anomal ko'l. Bu ko'lni umuman aniqlay olmayapti hozirgacha. Nima uchun qurib qoladi, nima uchun mana shu ko'l. Bo'lmasa atrof muzlik, o'sha muzliklar bu yerda qurib qolishini o'zi g'alati ekanda. Lekin qurib qoladi. Qurib qoladi va bir qarasang ko'payib qoladi ko'l. O'sha Mersbaxer ko'li. Iqlimi haqida aytib o'taman. Mana shu ko'l qarang. Mersbaxer ko'li. Yo'q, nomi nega? Demak, buni shu yevropalik kimdir? Shu yevropalik o'sha nemis nimasiga qo'yilgan bo'lish kerak. Endi bu yerni bilasizki, ruslar o'sha bosib olgandan keyin ko'proq tekshirildi. Ana bu Tanshanskilar, o'sha mana shu guruhlarda albatta nemislar bor edi, boshqalar bor edi. O'sha eng baland qismida 100 mm dan oshmaydi. Lekin tog'larning pastki qismida, mana tog' etak yonbag'irlarida albatta yog'ingarchilik nihoyatda baland. Masalan, vodiylarda o'rtacha yog'ingarchilik 400-500 mm gacha tushadi. Boyagi Farg'ona, Talas, Chuy vodiylarida.
umuman tog'ning yon bag'irlarida yaqin qismida, ya'ni tepalikda emas, yonida hatto 2800 millimetrgacha yomg'ir tushadi. Tog' oldi rayonlarida. Qirg'iziston foydali qazilmalariga boy. Albatta ko'pchilik aytadi Qirg'iziston uncha nima deydi, foydali qazilmalar yo'qqa o'xshab tuyuladi-ku, G'ayratxo'ja bizga. Bor. Juda ko'p Qirg'izistonda, lekin olish qiyin. Chunki qoya toshlar ko'p, nima deydi, uni qazib olish ilojsiz ko'p. Deyarli hamma boylik bor Qirg'izistonda. Hammasi, oltindan tortib qolgan hammasigacha bor. Qazib olinadiganlar albatta o'sha bilasiz, eshitgan bo'lsangiz, Qumtor koni bor. Nimasi ham bor edi, xaritasi Nurbek, Qumtor koni, oltin koni, mana Qumtor ko'ryapsizmi? Rudnik Qumtor. Ana shu Issiqko'ldan sal pastroqda. Bu dunyodagi eng baland oltin konlaridan bittasi. Tasavvur qiling, bu salkam 3000-4000 metr balandlikdan oltin qazib olishadi. Tog'ni o'zida. Tog'ni o'zida. Bu juda ham ajoyib, mana qarang. Xuddi o'sha bizga bizda Muruntog'lar endi ancha pastroqda-ku, bu nihoyatda balandda. Qumtor koni. O'sha Jeti O'g'uz degan nimasi bor. Shuningdek Qirg'izistonda mana ko'ryapsizmi? O'sha boya Qumtor oltin koni. Endi albatta nimadan Muruntog'lardan kichkina, lekin bu ham qarang uncha nima emas. O'ziga xos bu ham juda albatta. Shuningdek Qirg'izistonda nihoyatda ko'p o'sha simob konlari bor, surma bor, yana boshqa foydali qazilmalar ko'p. Ko'mir konlari bor. Endi asosiy relyef qismlariga kelsak, Akshirak massivi, bularni ham xaritasini qo'yganman. Ko'kshal tog', boyagi nimasini qo'ying, tabiiy xaritasini. Ko'kshal tog' tizmasi, undan tashqari Terskay Alatovi, Kungay Alatovi, Qirg'iz tizmasi, Farg'ona tizmasi, Talas Alatol tizmalari, Chotqol tizmasi va Turkistonning boyagi rasm o'sha boya ko'rsatib o'tdik-ku, mana hammasi berilgan. Va Turkiston tizmasining shimoliy o'sha qiya yonbag'irlarida joylashgan Qirg'iziston Respublikasi. Qirg'iziston Respublikasini tabiiy nimasiga qarab ikki qismga bo'lib o'rgansak bo'ladi. Ya'ni birinchisi janub, Botken, O'sh, Jalolobod. Botken, O'sh, Jalolobod, mana O'sh, Jalolobod, Botken, o'sha bu bitta qismida bo'lsak, Qirg'izistonni o'sha iqtisodiy jihatdan ham o'sha ikkiga bo'lib o'rganishadi. O'sha birinchisi janubiy viloyatlari deyiladi, ikkinchisi shimol, ya'ni o'sha Talas, boyagi Issiqko'l, Bishkek hammasi o'sha nimaga kiradi, ikkinchisi shimolga kiradi. Ya'ni Talas, Shuy, Issiqko'l va Norin oblastlari. Bular albatta hammasi tog'lar bilan o'ralib turibdi. Faqat to'g'ri aytdingiz, ana shu Bishkekda tekislikdan, biroz tekislikda joylashgan. Qolgani hammasi tog'li hududlar. Bu hududlar geografik, iqtisodiy, demografik farqlanishga ham ega. Qarang, demografik, iqtisodiy farqlanishga ham ega. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi qismi rivojlanganroq? O'sha janubiy qismimi yo shimoliy qismimi? Janubmi? Yo'q, shimoliy qismi, albatta shimoliy qismi. Chunki shimoliy qismi industrial qismi, o'sha zavod, fabrikalar ko'p. Boyagi energetika nimalari bor-ku, obyektlari, energetika stansiyalari asosan shimoliy qismida. Janubiy qismi lekin nimasi bor? Janubiy qismi qishloq xo'jaligiga boy, qadimgi nimalarga boy, azaliy. Mana shu O'sh, Jalolobod, mana janubiy Qirg'izistonning janubiy qismi azaldan o'sha dehqonchilik, chorvachilik va agrar qismi va nima deydi, umuman olganda turistik nimalarga ham ancha boyroq. Shimol va janubda albatta shimol va janubni avtomobil yo'llari ulab turadi, lekin avtomobil qatnovi juda sal qiyinroq, chunki tog'li hudud bo'lgani uchun albatta aviatsiya orqali ham ko'proq bular bog'lanishga harakat qilishadi. Endi sekin-sekin rivojlanyapti aviatsiya nimasi ham. Qirg'izistonning flora faunasi ham juda boy, o'simlik va hayvonot dunyosi nihoyatda boy. O'simliklarning 4000 turi bor. Masalan, Tianshan o'rmonlarida o'sha ajoyib nimalar bor. Ba'zi shunaqa gullar bor, hozir aytib o'tamiz. Mutlaqo dunyoda o'sha endemik hisoblanadi.
hayvon turining ham 500 xili turi bor. Qarang, 335 ta qush turi bor. 49 ta o'sha nima sudralib yuruvchiliklar bor. Shuningdek, o'simlik va hayvonot nimasining turli xil boshqa nimalar uchrab turadi. Endi shimoliy chekka nuqtalarini ko'rsataylik. Nurbek tashlagandim buni ham. Shimoliy nuqtasi Qozog'iston chegarasining Chuy viloyati Sakulin rayonida joylashgan. Men taxminan mana shu yerda, menimcha mana shu yerda bo'lishi kerak. Eng shimoliy nuqtasi 43-gradus shimoliy kenglik va 74-gradus sharqiy uzunlikda joylashgan. Janubiy nuqtasi Tojikiston bilan chegara bo'lgan O'sh viloyatining Chan-Alay rayonida joylashgan. Taxminan mana shu yer bo'lishi kerak. Bo'lishi kerak. Taxminan. Bu Tojikiston o'sha Botken nimasida joylashgan, viloyatida joylashgan. 39-gradus shimoliy kenglik, 72-gradus sharqiy uzunlik. G'arbiy nuqtasi esa bu ham Tojikiston va bu ham Botkenda ekan, Laylak rayoni. O taxminan mana bu yerlar bo'lsa kerak. Shu burchak. Laylak rayoni eng g'arbiy nuqtasi. Ko'ryapsizmi? Eng g'arbiy, eng janubiy ham o'sha yerda. Va sharqiy nuqtasi mana albatta mana bu yer. Xitoy bilan chegaradosh bo'lgan Issiqko'l viloyatida Aksu rayonida joylashgan. 42-gradus shimoliy kenglik va 80-gradus sharqiy uzunlikda. Mana ko'ryapsizmi? Mana koordinatalarni endi bu yerda nimasini belgilamabdi. Koordinatalarni endi bilamiz qanday aniqlash kerakligini. Davlat chegaralariga keladigan bo'lsak, endi siyosiy xaritasi ham mayli bo'ladi mana shuni o'zi. Davlat chegaralarining umumiy uzunligi G'ayratxo'ja 4675 kilometr ekan Qirg'izistonda. Albatta bu kichkina emas, salkam 5000 kilometrga yaqin. Shundan eng uzuni albatta Qozog'iston bilan. Ko'ryapsizmi? Mana Qozog'iston bilan eng o'sha uzun chegarasi 1241,5 kilometr ekan Qozog'iston bilan chegarasi. 1200 degani bu salkam o'sha Nukusga boradigan hudud. Demak katta. Qozog'iston bilan shimoliy chegaralari nihoyatda uzun. O'zbekiston bilan ham kichkina emas. O'zbekiston bilan hatto kattaroq ham 1378 kilometr. Tasavvur qiling. Bilinmaydi lekin. Lekin bilim, nimasi ko'pda, izgib nima deydi? Burmalar nimasi ko'p, kiradigan joyi va shuning uchun O'zbekiston bilan o'sha 1378 kilometr. Bu hech kim bilan chegarasi kichik emas Qirg'iziston. To'ppa-to'g'ri. E'tibor bersak, masalan, shimolda Qozog'iston, to'ppa-to'g'ri. o'rtada markazda O'zbekiston mana kirib borgan Farg'ona vodiysi. Demak, janubda Tojikiston yaxshigina va sharqda Xitoy. Qarang, Xitoy bilan 1084 kilometr chegarasi. Hatto kichikroq olgan. Sal kichik O'zbekiston. Tojikiston bilanchi? Tojikiston bilan eng kichkinasi 970 kilometr. Deyarli bir xil. Hammasi bir xil. Deyarli o'sha 4 ta davlat bilan deyarli bir xil. Qoyil qolish kerak, haqiqatdan ham deyarli bir xil. Lekin eng katta chegara biz bilan ekan. Demak, eng yaqin qardoshlar biz dedik. Albatta, biz eng yaqin Qirg'izga o'zi haqiqatdan Qozoq deydi, lekin biz bo'lsak kerak ko'proq menimcha. Sen qozoqmi, men qozoq deydi. Shunday. Endi qozoq ham hammamiz bitta-ku aslida. Albatta. Bu endi mana bu ich nizolar, boshqa nimalar u endi tarixda qolib ketdi. Buni endi albatta bosqinchilar uyushtirgan. Buni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Mana Qirg'iz og'aynilarga ham ko'p nima qilamiz. Bu biz bitta xalqmiz. Albatta. Biz bunaqangi o'sha Moskvani yoki boshqa bir bosqinchi imperiyalarni nimasiga uchrab bir-birimizga dushmanlik kayfiyatda bo'lishimiz bu mutlaqo noto'g'ri. Biz bundan baland bo'lishimiz. Biz ular faqat foydalanadilar agar biz bir-birimiz bilan urushsak. Albatta ularga bu ma'qul. Shuning uchun biz do'stlik qilishimiz kerak. Doimo biz do'st bo'lishimiz kerak. Ya'ni bizning hududlar bir-birini to'ldiradigan darajada. Albatta mana bizni hammamiz biz bitta joy bir paytlar hammamiz bitta Qo'qon xonligining hududi bo'lganmiz. Hammamiz o'sha Mulla Alimqulibeklar o'sha aytdi-ku, Toshkentda himoya qilgan odamlar qirg'iz bo'lgan. Birodarimiz qirg'iz. Tasavvur qiling. Ham u paytda ajratmagan odam. Chunki hammasi turkiy bitta millat. Poytaxti Bishkek aytib o'tdim. O'sha Chuy oblastining nimasi ham hisob. Ma'muriy markaz. Ma'muriy markaz. Endi boyagi xaritani olib chiqamiz. Yana bitta xarita bor edi, nima? Nurbek yana bitta xarita tashlaganim 3-mana shu suratda tashlanglar. Qirg'izlar hozir mana shu taklif qilyapti ekan, balki o'sha mana qarang yozyapti, ko'rdingizmi?
yangi o'sha loyiha bo'yicha Qirg'iz administratsiyasining aymoqlik tuzish maqsadida Bu aymoqlar degani viloyatlari. shunday mana shunaqangi endi nimasi bor ekan. Aymoq biz ham urug' aymoq deymiz-ku. Aymoqlik o'sha to'g'ri. Qarang, 7 O'g'uz aymog'i ko'ryapsizmi? Xitoy aka, ularda hozir 7 ta edi o'zi. Hozir 7 ta, endi qarang nechta bo'lyapti. Hozir 10 taga aylanib ketdi bu. 14. Yo'q, undan ham ko'p, bu yoqqa olib chiqmadik. Jeti O'g'uz, Issiqko'l, Chuy, Sario'zin, Talas. Mana Talas so'zi ikkiga ajralib ketyapti. Aksa aymog'i, Arslonbob aymog'i, bu Jalolobod bo'lishi kerak. Ko'kart aymog'i. Qarag'ulcha. Bu Alay, Qizilqiya, Botken, juda ko'pga bo'linyapti. 14 tami shunaqangi? 14 ta. 14, ya'ni O'zbekistondan ham ko'pga bo'lib olishadi. 14 ta va Bishkek bilan O'shni ko'ryapsizmi? Bular ham alohida subyekt. Demak, bular alohida 16 ta bo'ladi. Agar bunday nima qilinsa, joriy qilinsa. Endi albatta bu Qirg'iz xalqining o'zini nimasi, ixtiyori, ular qanday bo'lsa ham qabul qiladi. Bizga farqi yo'q. Ular bitta bo'lsa ham biz o'sha hurmat qilamiz. Ko'pga bo'lsa 14 ta bo'lsa ham xuddi o'zimizdek bo'lar ekanda ular ham agar o'sha 14 ta bo'lsa bizda ham 14 ta hudud-ku. Shunday bo'ladi, shunday. Bishkek shahri o'zi qarang, 1825-yilda Bishkek shahrining ham suratlari bo'lsa ko'rsating. Qo'qon xoni Amir Umarxonning farzandi Muhammad Alixon davrida, o'sha Nodira begimning o'g'illari Amir Muhammad Alixon, Madalixon davrida, ya'ni Nodira begimning o'g'illari Pishbek shahri nima qilingan? Bishkek shahri o'sha mana menimcha Bishkek bu. Bishkek. Bishkek shahri tashkil qilingan, ya'ni barpo qilingan. Ko'ryapsizmi? Qo'qon xoni Muhammad Alixonning nimasi bilan buyrug'i, chunki bu forpos edi. O'sha paytda Manjur Xitoy imperiyasiga qarshi va o'sha yaqinlashib kelayotgan Rossiya imperiyasiga qarshi bu harbiy bir o'sha forpos sifatida barpo qilingan aslida. Qo'qon xoni Madalixon tomonidan. Keyinchalik bu yerni bolsheviklar 1926-yilda Frunze deb atadilar. O'sha bosqinchi nomiga. Bosqinchi bolsheviklar o'sha Stalinda aytib o'tdim-ku, haligi Frunze degan mana Buxoroni bombalagan odamning nomiga, Mixail Vasilyevich Frunzening nomiga shaharni Frunze deb atadilar. Nima uchun? Chunki Frunze o'sha yerda tug'ilgan ekan. O'sha Bishkekda. O'sha yerda tug'ilgan ekan. Uni otasi ham o'sha bosqinchilar birga kelgan. Otasi ham o'sha kazaklardan bo'lgan. O'sha aynan mana shu yerga bostirib kelganlarning avlodi. Uni hech ajablanmasa ham bo'ladi. U nima uchun Buxoroni bombalaganligi. Yaxshi mustaqillikka erishgandan keyin buni nomini butunlay uloqtirishdida qadimgi o'zini nomi Bishkekka, ya'ni qaytdi. Bishkekka qaytdi. Shahar 1878-yil shahar maqomini olgan, o'sha Rossiya imperiyasi davrida. Hozir endi yirik katta bir shaharga aylangan. Suratlari bo'lsa tashlasangiz yaxshi bo'ladi Bishkekni. Maydoni 187 kilometr kvadrat. Bishkek ham nihoyatda baland joyda joylashgan. G'ayratxo'ja, men Qirg'iziston shaharlariga qoyil qoldim. Endi past joy bo'lmagandan keyin u qayerda joylashgan? Qayerdadir hammasi baland bo'lsa. Hammasi baland tog'liklar bo'lgan. Shunday baland shaharlar bor ekan. Masalan, o'sha O'zgen bilan nimani ko'rdim? Botken. Yo'q, Sulukda. O'zgen shahri mana juda ko'p o'zbeklar yashaydi. O'sha Farg'ona vodiysi 1000 qancha metr balandlikda. Sulukda esa 1300 metr balandlikda. Bu dunyodagi eng baland joyda joylashgan shaharlar sirasiga. Boshqa joylarda bunday tog'lar bordi. Albatta, masalan bizning shaharlar masalan 300 metr, 400 metr balandlikda, to'g'rimi? Toshkent mana Gulistonlar hatto 200 metrdan sal baland dengiz sathidan. Bular 1300. Bizdan 1 kilometr tepada turibdi hozir. Agar tikka chiqadigan bo'lsangiz 1 kilometr tepaga chiqasiz. Endi bilinmaydi o'sha masofa asta-asta uzoqlashgani uchun. Mana Bishkek shahri. Bishkek juda ham hozir chiroyli shahar bo'lib ketgan. Qarang, shu odamga bilinarmikan o'zi baland shahardaligi? Bilinsa kerak, menimcha bilinadi. Hali bosim bilinadi. Masalan, mana Boliviyani nimasi bor, La Pasmidi, o'sha mana Janubiy Amerikada 5000 metrdan baland tepada-ku. Hatto futbolchilar borib u yerga o'ynagisi kelmaydi. Masalan, Braziliya ham, Argentina ham qo'rqadi. Yutqizib kelamiz deb. Nega? Bosim. Balandda joylashgan. Ajoyib. Nihoyatda balandda joylashgan. Shuning uchun qoyil qoldim mana shu Qirg'izistonni. Masalan, qarang, oddiy mana shu poytaxti ham o'sha kamida o'sha 700-800 metr balandlikda joylashgan. Mana Bishkek
1,5 million aholisi bor. 1,5 millionga yetdi aholisi, millioner shahar, yirik shahar. To'g'ri, Toshkentchalik katta bo'lmasa-da, lekin deyarli o'sha yarmida tasavvur. Millionlik. Ha, millionlik. 1,5 million aholisi bor. Agar atrofi bilan qo'shib hisoblasa 2 millionga ham yetishi mumkin. Qarang qanday katta shahar. Iqlimini aytib o'tdim, Qirg'iziston iqlimini o'sha asosiy endi, lekin kontrast katta albatta. Masalan, 70-80 gradus farqlanadi, masalan, maksimal emas. Qarang, oddiy misol, maksimal +44 gradusgacha ham chiqadi harorat yozda. Endi ba'zi bir joylari bor, +44 gradusga chiqadi. Tog'lar endi bilasiz, juda ham sovuq. Eng maksimal 53.6 gradus sovuq bo'ladi. Minusmi? Minus. Qayerda bunday? Tog'lar tepada. Tepada albatta bo'ladi. Endi 53.6. Bu dahshat-ku. Dahshat, albatta dahshat. Shuningdek, mana Qirg'izistonning nimasi? O'sha poytaxti Bishkek. Boya aytib o'tdim, Norin daryosi eng o'sha katta daryosi, 807 kilometr nimasi uzunligi, Qirg'izistonning eng uzun daryosi. Havzasi 59.900 kilometr kvadrat. Boshlanishi markaziy Tyanshandan boshlanadi va Sirdaryoga, bu Sirdaryoning eng katta irmog'i. Endi Issiqko'lni ko'rsatingda, Nurbek. Issiqko'l, bu albatta bu vizit kartasi, bu Durdona. Durdona, bu nafaqat Qirg'iziston, bu O'rta Osiyo, umuman Albatta. Osiyoning durdonalaridan bittasi. Dunyodagi o'sha eng katta ko'llardan 30 talikka kiradi. Bu hazil ekan emas. 30 ta dunyoda eng katta ko'llardan bittasi. Chuqurligi bo'yicha 7 talikka kiradi. Tasavvur qilavering, 7 ta eng chuqur ko'llardan bittasi dunyodagi Issiqko'l. Tyanshan, nimani ko'rsatib yuboring, o'sha Issiqko'lning xaritasi bilan Tyanshan, Kungay Olatovi va Tersk Olatovlar oralig'ida joylashgan. 3 ta tog'likning o'rtasida xuddi nima deydi, ko'zga o'xshab turibdi. Demak, kosmosdan ham aytar ekan, mana bu kosmonavtlar xuddi katta ko'zga o'xshaydi. Ko'z juda go'zal bo'lib, ko'zga o'xshab, chiroyli ko'zga o'xshab turar ekan. Maydoni 6236 kilometr kvadrat. Bu hazil ekan emas. Bu bitta bizning viloyatlardan katta degani. Masalan, Sirdaryo viloyatidan maydoni jihatdan katta, tasavvur qilavering, maydon. Qirg'oq uzunligi 688 kilometr. Bir aylanib chiqishingiz 688 kilometr aylanasiz. Lekin mana qarang, qanday go'zal. Ya, ajoyib bu. Issiqko'l bu ajoyib. Mutlaqo bir qoyil qolish kerak bu ko'lga. Bu dunyo miqyosidagi ko'l-da. Bemalol o'sha Italiyadagi Garda, Shvetsariyadagi Jeneva ko'llari bilan bellasha oladi, go'zallikda ham, boshqa nimada ham. Sho'r ko'l 5.9 promil sho'rlikka ega. Umumiy havzasi esa 15844 kilometr kvadrat. Qarang, qanday kurort zona, albatta. Menimcha yaqinda shu bizga berildi shekilli o'sha. Ya'ni 4 ta adashmasam pansionat O'zbekistonga 49 yilga berildi. Endi bu o'zimizga berildi-da, endi shunday desam, chunki 49 yil bu juda ham katta muddat aslida. Haqiqatdan bu yerda nihoyatda go'zal nimalar bor. Dam olishga menimcha mana shu Antaliya boshqa yoqlarga borib yurish shart emas. O'rta Osiyoliklar agar borku, mana shu sal bu ham ancha arzon ham tushadi menimcha. Yana ham bilmadim, endi buni nima turist agentliklar biladi, lekin borsa masalan nima yo'qotmaysiz-da. Va qardoshlarimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lamiz. Albatta, O'zbekistonni ham qo'llab-quvvatlaysiz. U yerda o'zimizning nimalar bor. O'zimizning pansionatlar. Pansionatlar bor-ku. Qarang, meni eng nima hayron qoldirganligi, G'ayratxo'ja, mayli bu o'lchamlari endi hech narsa emas. 182 ga 58 kilometr ekan. Uzunligi 158 kilometr, kengligi 182, eni 58 kilometr. Meni eng qiziqtirgan nimasi jihati buni chuqurligi bo'ldi. O'rtacha chuqurligi 278 metr. 278. O'rtacha chuqurligi. O'rtacha. 10-20 emas. Bu juda ham chuqur. 278, eng chuqur joyi 688 metr. Bu dengiz-ku. U dengiz, u tasavvur qiling. U bemalol diving qilib, uni ichida nimani ham rivojlantirsa bo'ladi-da. Hali dengiz turizmini pastga olib tushib, 688 metr u hazil ekan emas. Orol dengizlari tasavvur qiling, 100 metrga ham yetmasdi. Bu 688 metr. Lekin sho'r ko'l, aytib o'tdim, bunga bir nechta daryolar quyiladi. Tub, Jirg'alan, Qorako'l degan o'sha nimalar.
Yana eng qiziq joyi qishda muzlamaydi. Qishda muzlamaydi. Bu haqiqatan bekorga issiq ko'l demaydi. Shuningdek 80 ga yaqin kichik jilg'alar ham quyiladi. Rucheyek deydi-ku, nima deydi? Xuddi irmoqqa o'xshagan jilg'achalar quyiladi. Qirg'oqda, hatto qishda ham Issiqko'lda, qirg'oq atrofidagi shaharchalarda ham temperatura u darajada sovimaydi. Demak, ko'l haqiqatan issiq. Nimani hisobiga issiq ekan bu joyga? O'sha boyagi nima deydi? Bu nima deydi? Vulqonga o'xshagan ko'l-ku bu. Vulkanik nima deydi? Shu qandaydir terma nima berib tursa kerak-da tagidan. Eng chuqur joyi qancha deysiz? 688 metr. 688 metr. Demak, bu yerga maksimal qo'yganlik mantiga ham yaqin kelib qolgan shunday. To'g'ri, yaqin kelmasa ham, lekin shu qandaydir shuni issig'ini berib turadi-da. Tog'lar orasida joylashgan. Bu yer qotib qolish kerak, muzlar. Qotib qolish kerak. Ya'ni bunga ham barcha irmoqlar tog'dan muzliklar erib tushib keladi. Yana bu necha minglab metr tepada joylashgan-ku, ancha baland-ku, boya aytdik-ku, 700-800 ming metrgacha. Lekin muzlamaydi, tasavvur qiling. Tasavvur qiling, yana muzlamaydi, lekin qirg'og'ida qarang. Bir necha shaharlarni nima qilib ko'rib o'tdim. Tamg'a degan shaharchada o'sha qirg'oq bo'yida shaharlar bor-da, juda ko'p. Atrofida kurort shaharchalar bor. Ya'ni qishloqlar, shahar. Tamg'ada eng maksimal -2 gradus. Cho'lpon otada -3. Qora Karako'lda -6. Eng maksimali 6 gradus bo'ladi. Lekin bizlar Toshkentda -20 ha, 6 gradusda ham qarang, tashqari 6 gradus, lekin ko'l muzlamaydi. Ko'l muzlamaydi. U aslida 0 dan keyin muzlash kerak. 2 da muzlash kerak, 2-3 da muzlash kerak. Ming sho'r bo'lsa ham lekin bu muzlamagan. Ko'ryapsiz? Ajoyib. Albatta mana qarang, qanaqa kurort joylar tashkil qilingan. Albatta o'sha boyagi ko'ngil ochar nimalar, pansionatlar, mana unaqangi nimalar. Yana bitta narsa, bu yerda yozda ham nihoyatda isib ketmaydi. Eng ajoyibi maksimal +25, 24, 23 gradusgacha chiqadi. O'ylab ko'ring, bu haqiqatan Yevropa haligi O'rta Yer dengizi iqlimi-ku, buni o'ylab qaraganda. 23 gradusdan oshmas ekan. Endi to'g'ri, o'simlikka uncha boy emas, o'sha chunki ancha balandda joylashganligi uchun bu yer Issiqko'l unaqangi lekin o'simliklar bor. Masalan, o'simlik dunyosiga boy emas, lekin hayvonot dunyosiga boy. Masalan, 21 xil baliq turi bor. Shundan 14 tasi endemik baliqlar hisoblanadi. Boshqa hech qayerda uchramaydi. Issiqko'ldan boshqa 14 tur baliq bor. Issiqko'lning o'zida. Issiqko'lning o'zida. Tasavvur qilavering. O'sha mashhur baliqlardan farel, sudak, yana karp, lesh shular uchraydi. Kurort zonada qarang, bir nechta qishloqlar bor deb aytdim. Issiqko'lning o'zini alohida xaritasi bo'lganda yaxshi bo'lardi. Cho'lpon ota degan shaharchasi bor. Qishloqlardan Basteri, Sarioy, Cho'ktol, Chansari oy, Jeti O'g'uz va shunaqangi atrofida mana qarang, o'zi mana yozib qo'yibdi, ko'rdingizmi? Mana Cho'lpon ota baliqchigacha mana. Mana shu atrofda hammasi kurort nimalar. O'zi biroz past tekislik ekan. Qani shunda ham ozgina. Mana ixtiyoriga shunda ham balandi bu joylardan qarang. Shunday. Mana Bishkek atrofidan shu turishida ham baland. To'ppa. Endi boyagi sho'r ko'l nima uchun sho'r ko'l? O'zi savol berishdi. Bu hammasi muzliklar erib tushsa, tog'lardan tushsa, nega u sho'r deb savol berishyapti? Hozir aytaman, ko'llar nima uchun sho'r bo'ladi? Chunki daryolar quyiladi, lekin chiqmasa u sho'rga aylanadi. Nega? Chunki botiq boyagi suv tushavergandan keyin o'sha minerallarni yuvib olib keladi-yu. Keyin boyagi o'sha suvni bitta joyda turishi ham chiqmasa u sho'rga aylanadi baribir. Chunki bug'lanadi, lekin tuz bug'lanmaydi. Tuz bug'lanmaydi, tuz qolaveradi. Hurmatli muxlislar, bu fizika, bu kimyo, demak mana ilm olish nimaga kerak bo'ladi? Demak, kelgan suv o'zi albatta tog'larda minerallar bo'ladi. Shunday. Minerallar bilan kelyapti suv, ko'lda yig'ildi, suv bug'lanadi. Lekin minerallar bug'lanmaydi. Tabiiy ravishda uni sho'rligi oshib boradi. Ana qarang, botiq. Ko'l botiqda paydo bo'ladi-da, bitta chuqurroq joyda albatta ko'l paydo bo'ladi. Tabiiy botiqda. Lekin ba'zi bir ko'llar chuchuk bo'ladi. Nima uchun? Chunki o'sha ko'lning bitta tarafi sal balandroq bo'ladi. Ya'ni botiqdan sal baland bo'ladi, u chiqishga majbur. Undan chiqib ketadi bironta daryo. Tushunyapsizmi? Masalan, ya'ni ko'lda yig'ilib boyagi baland joydan boshqa yoqqa oqib tushib ketadi. Natijada u almashib turadi. Mana sirkulyatsiya bo'ladi. Natijada u sho'r bo'lmaydi. Sho'r bo'l. Ha, u chuchukka aylanadi. Mana hali Balxash, Qozog'istonning nimasida Balxash bor-ku, ajoyib. Boy ko'l.
Baykal. Men hali Qozog'iston haqida gaplashganimizda aytib o'taman. Balqash juda ham g'aroyibda ko'l. Ya'ni bir qismi katta qismi chuchuk, ya'ni oz qismi sho'r. Shunaqasi ham Bitta bor. ko'lning ichida. Ha, bitta O'rtada ko'l. chegara bormi qanday? Yo'q, qo'shilib ketgan, lekin bir qismi sho'r, bir qismi chuchuk. Fantastik ko'lda. O'zi hududimiz fantastik. Shunday, o'zi o'rtasi haqiqatan g'aroyib. Masalan, Bizda bir video bor edi. Shu hali Issiqko'lni atrofi o'zi to'g'risi qisqacha juda ham Mayli, shuni bir bo'ldi. aytadi-ku, qanday ne'matligini bir. Aha. Ya o'zi Issiqko'lga o'sha qirg'iz birodarlar taklif qilsa borardik. Ana, joyida tarixini so'ra. O'sha yerdan nima qilardik? Nega buni ko'rsating umuman o'chirib qo'ydingiz? Ha, mana. Bu bom nimasi ekan, darasi. Bom darasi. o'zi- Ovozi yo'q-a? Aytdim-ku, boyagi 3 ta yirik tog'larning orasida. Ajoyib. Qarang. Qarang, Bu juda. Issiqko'lga olib boradigan yo'l bo'ldi. Ha, bu Issiqko'l atrofi ham ekan, ixtiyor ekan. Shunday. Bu daryolarni qarang. Mana, qarang, bu dengizda-da. Gigant. Gigantda. Ha, bu mana shimoliy qirg'oqlar ekan, mana shimoli. Mana qarang, burun ham bor ekan, chiqib turibdi. Qoyil qolish kerak. Bu cho'lpon ota shekilli. Aha. Ajoyib suvni. Bu haqiqatda suvi ham tiniq. Xitoyga Issiqko'lga borganmiz, haqiqatda suvi tiniq. Chunki bu Baykaldan keyin suv tiniqligi bo'yicha ikkinchi o'rin turadi, shaffofligi bo'yicha. Dunyoda. Ha, Baykal birinchi o'rin bo'lsa, bu shaffofligi bo'yicha Lekin haqiqatdan shaffof edi. juda ham shaffof ko'l. Yo'q, yirik ko'llarning ichida demoqchiman. albatta. To'g'ri, bundan tiniq ko'llar bo'lishi mumkin, lekin Yirik ko'llar. yirik ko'llarning ichida bu ikkinchi emas, shaffof ko'l. Mana shu Ajoyib. bu nafaqat Qirg'izistonning durdonasi, butun O'rta Osiyoni haqiqatan ham. Bundan Qirg'iziston potensiali ham bundan foydalana olmayapti hali Qirg'iziston. Bu agar buni to'liq kurort zonalarga dunyo Shvetsariya bu. Shvetsariya holva bu. O'sha Jeneva ko'llari hech balo emas mana. Qarang, o'sha daralardan ham ko'l. haligi zominga o'xshagan oradan o'tib borasiz. Qanday go'zal a? Soylar. Haqiqatdan turizmning salohiyatini o'zi Markaziy Osiyo hali oxirigacha his qilmayapti deb Yo'q, to'g'ri. 80% hali Biz foydalanmayapmiz Markaziy Osiyoda. Yo'q. Masalan, deylik, qirg'iz birodarlarimiz mana ko'lning, tog'larning salohiyatidan, biz o'sha shaharlardagi tarixiy obidalarning salohiyatidan. Shunday. Bu biz unaqa oxirigacha Mana foydalanmaymiz. yaqinda bitta ko'rsatuv ko'rdim, Qirg'iziston haqida aytayapti, Yevropadan rosa odam ko'p kelyapti deyapti. Lekin infrastruktura o'shalarga Ular o'rgangan xizmat darajada ko'rsatib bera olmayapmiz. Agar ularga xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ysak, u millionlab odam keladi. Tabiiy boyliklar shart emas. Ha, ular asosan mana shunga keladi, chang'i, tog'larni ko'rishga. Tasavvur qiling. Ya'ni ular mana Qarakol nitronit deydi-ku, Ha, tegilmagan tabiatga ehtiyoji bor ularning. Teginilmagan tabiat. Yana bu yerda eng g'aroyibi o'sha haligi qadimgi cherkovlar bor, Budda ibodatxonalari bor. Tasavvur qilasizmi? Sharqiy Osiyoni tortsa ham bo'ladi. Turist. Qiziqtirib. Bu nafaqat nima MDM haligisi tabiati, nima tarixi bilan ham o'sha. Mana janubi. Mana janubi. Qarang, qanday katta ko'l. Ajoyib. Yana bir narsaga e'tibor berdim Ixtiyor aka. Endi bu bizdagilarga biroz g'alati tuyulishi mumkin. Issiqko'l atrofida juda ham ko'p bo'sh joylar bor edi. Endi biz bo'sh joyga o'rganmaganmiz-ku. Savol beryapman. Savol beryapman. Nega buni hech kim o'ramagansa, nega o'rash kerak deydi. Xuddi Istanbuldagi savol. Men aytdim, keyin biznes qilasan, o'sha biznes qiladigan vaqtda o'raveradi deydi. Endi Qirg'iziston aholi kam. Yo, endi bo'lsa ham menimcha foydalanadigan vaqtda o'rasa kerak edi Ixtiyor aka. Korrupsiyalar ham kam. Masalan, hozir bizda tog'larga chiqsangiz, daryolarni bo'yi, irmoqlarni bo'yi egallab qo'yilgan bo'ladi. Hattoki hozir varrak uchiradigan Parkent taraflarda ham hali egalari chiqib qoladi. U yerda bu ko'lning atrofida ancha joy bo'sh edi-da. Rostdan ham haqiqatan qarang, ajoyib. Shunday ajoyib joy. Bu yerda hatto Amir Temur haqidagi afsonalar. Mana shu joy bitta to'xtating. Ha, bu tuz ko'lmi? Qarang. Biroz orqaga qaytara olasizmi? Shokirjon. Yo, orqaga. Tuz ko'l. Yana biroz qaytaring. Yo, bo'ldi. Mana shu joydan qo'yasiz. To'xtating endi. Ha, mana. Qarang, Ixtiyor aka, bu Issiqko'l. Bu tuz ko'l, ha? Bu yonma-yon joylashgan ekan. Ha, demak, yetib o'rtada relyef xalaqit beradi. Relyef xalaqit qilgan, qarang, ajoyib bir joyni o'zida. Endi bemalol qo'yaverasiz. Amir Temur bilan afsona ham aynan Issiqko'lda paydo bo'lgan. Haligi mashhur afsona bor. Amir Temur jangchilariga haligi aytadi, tosh
jangga ketayotganda Tosh qo'yib ketgan. tosh qo'yib ketinglar. O'sha Issiqko'lda bo'ladi. Aynan Issiqko'l atrofida o'sha bo'lgan. Menimcha Mo'g'ulistonga ketayotgan O'sha bir necha bor yurish qilgan-ku, Amir Temur sohibi Qiron, aynan o'sha Issiqko'l atrofida bo'lgan. Shu rivoyat shu yerda paydo bo'lgan. Mana. Keyin yana bittasini nima qildim? O'sha Issiqko'lda o'sha mashhur Fidel Castroning villasi haligacha bor. Uni villasi bo'lganmi? Villasi bo'lgan. Sovet ittifoqi. Qayerda? O'sha nimada, Cho'lponotada, o'sha nimada, Issiqko'lning bo'yida villa qurib berishgan, mana o'sha Fidel Castroga. Hali ham bor. Hali ham bor. Kubaga tegishlimi endi? Yo'q, menimcha Kubaga tegishli bo'lmasa kerak. Tarixiy bir Fidel Castro tarixiy muzey. Uy muzeyiga o'xshab. Uy muzeyiga o'xshatib qo'yishgan. Juda ham ajoyib. Bu ko'lni albatta borib ko'rish kerak. Nihoyat nima? Qoyil qoladigan joylardan bittasi. Endi katta suv havzasi albatta Qirg'izistonda unaqa ko'p emas. Mana shu Issiqko'lni o'zi ham yetadi, buni o'ylab qarasa. Qolgani aytdim-ku, mayda ko'llar, lekin katta suv ombori ham bor. Bu To'xtagul suv ombori, bilasiz. Boya xaritada ko'rinayotganida. To'xtagul suv ombori 284 kilometr kvadrat maydoni. O'rtacha chuqurligi juda ham chuqur ekan. Qoyil qoldim men ham. 215 metr chuqur. Suv ombor. U ko'ldan nima farqi bor? Kichkina dengiz. Ha, bu dengiz-ku bunday o'ylab qarasa. Yana razmerini qarang, 65 kilometrga 12 kilometr. Eni 12 kilometr, uzunligi 65 kilometr. 1970-yilda o'sha qurilgan, tashkil qilingan. Bu hatto mana shu suv omboriga bir nechta daryolar o'sha nima qiladi. Norin, Uzun, Ahmad, Torkent kabi daryolar nima qo'yiladi. Mana To'xtagul. Nimada mana. O'zbekistonga yaqin mana. Bu yerda. To'xtagul. Qarang. O'sha o'zi 2 ta, 3 ta, 4 ta yirik ko'li bor. O'sha yirik ko'llari, qolgani o'sha mayda ko'llar. Endi Endi shaharlari haqida mayli biroz aytib o'tib ketay. O'sha mashhur shaharlari bor. Bishkek haqida aytib o'tdim. Ikkinchi eng yirik shahri bu albatta O'sh. Mana O'sh shahri. Bu o'sha Farg'ona vodiysida joylashgan, ya'ni Qirg'izistonning Farg'ona vodiysi qismida joylashgan. 9-asrda bu shahar barpo bo'lgan. 9-asr. Juda ham qadimgi shahar. O'shning ham suratlari bor, nima Nurbek. Buni qarangki, bu Somoniylar davrida tashkil qilingan. Eng nimasi maydoni qarang, 182 kilometr kvadrat, balandligi 870 dan 1110 metrgacha baland shahar. Deyarli tog'da joylashgan. Tog'da joylashgan haqiqatdan ham. Aholisi 361 ming kishi. Agar atrofi bilan qo'shib hisoblasa, 1,5 milliondan ortadi. 500 ming kishidan ortadi. Bu ikkinchi o'rinda turadi. Bishkekdan keyin yirik ikkinchi nimasi desa ham bo'ladi. Aholisi endi albatta hamma o'sha Qirg'iziston aholisi haqida ham biroz nima qilib o'tib ketdik. Mana qarang, qanday chiroyli. Juda ham go'zal shahar. Tog'ning etagida O'sh shahri. O'sh shahri, O'sh shahri. 500 minglik shahar, yirik shahar. Va juda yashil. Samarqand nimalar bilan deyarli tengda aholisi, Namanganlar bilan. Qarang, va juda yashil shahar. Yashil, yam-yashil. Albatta O'zim yashil. Qirg'iziston yashil joyi o'zi. Albatta suvda, hamma yoq suv bo'lgandan keyin albatta yashil bo'ladi. Bu adashmasam o'sha Sulaymon tog'i, o'sha Sulaymon tog'i. Sulaymon tog'i. Hozir buni ham ko'rib o'tamiz o'sha nima joylarini. Bu yerda o'sha Sulaymon payg'ambar bilan ham o'sha nima deydi, afsonalarga ko'ra Sulaymon alayhissalom bu yerga o'sha hayvonlarni nima deydi, boqib kelgan paytda kelganlarida xo'sh degan ekanmi, shunaqa to'xta degan ma'noda. O'sh so'zini ular shundan olishadi. Shunda endi mana shu nimada ko'rvaligi. Yana bitta versiyasi bor, bu fors tilida nima deydi, bahavo joy, bir go'zal joy degan ma'no. Endi bu versiyasi albatta. Boyagi bu afsona bilan bog'liq. Farg'ona vodiysida nima qilgan? Oqbo'ra daryosi boshlanish joyida, Oloy tizmasida, Oloy tizmasining yonida, o'sha yonbag'rida joylashgan ajoyib shahar. Aholisi albatta qirg'izlar, o'zbeklar, tatar, rus va boshqa millatlar. Umuman olganda Qirg'izistonda 70 dan oshiq turli xil millat va elatlar do'st va totuv bo'lib yashab kelmoqdalar. Albatta rivojlanishini istaymiz. Va ularga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Boya mana ko'rsatdik, Sulaymon tog'ini ham nima qiling, o'sha joyini ham ko'rsatinglar, Sulaymon tog'ini. 2009-yili boyagi Sulaymon tog', boya rasmda
Men tashlaganman adashmasam Sulaymon tog'i nimasini. 2009-yil bu joylar, mana shu joy UNESCOning butun jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. UNESCO o'zidan o'zi bekordan bekor madaniy ro'yxatga kiritmagan. Albatta. Hech qachon, hech qayerdan. Bu yerda balandligi qarang 1140 metr. Ana shu eng baland joyi 1140 metr. Eni 560 metrga enli. Uzunligi esa tasavvur qilavering 1140 metrga borar ekan. Uzunligi, baland joyi esa 1110 metr ekan. Buni nima uchun o'sha UNESCO o'zini ro'yxatiga kiritdi deb savol bersak, buni qarangki, bu yerda mashhur petroglif, ya'ni toshlarga chizilgan rasmlar topilgan. Samarqandda ko'rgandik-ku, Afrosiyobda esingizda. Bu yerda o'sha noyob petroglif. Bu Nurotadagi emas, o'shanga o'xshamaydi. O'shanga o'xshab ketadi. Bu o'shanga o'xshab ketadi, lekin bunga toshlarga chizilgan. 1000 aytyapman-ku, o'sha 1000 metr balandlikda shaharni Somoniylar davrida, Nasr ibn Ahmad davrida shahar barpo qilingan. Bu yerda mashhur nimalar bor. Nima uchun aytib o'tyapmiz? UNESCO nimasiga kiritilgan? Boyagi petroglif toshlardagi yozuvlar, shuningdek mashhur masjid Taxti Sulaymon masjidi bor, Abdullaxon roboti bor, va g'orlar bor. Nihoyatda mashhur g'orlar bor. Chakma Tomor, Tepenqur kabi g'orlari bor. Shuningdek Jalolobod shahri ham mana shu yirik shaharlardan bittasi, mana O'shdan shimolda. O'shdan shimolda Jalolobod shahri bor. Bu ham Farg'ona vodiysiga o'sha hudud nimaga kiradi, geografik jihatdan. Qora daryoning irmog'ida o'sha Kugord degan daryo oqib o'tadi buni nimasidan. Maydoni endi kichkinaroq albatta, bu O'shdan ko'ra sal kichkinaroq, 64.6 kilometr kvadrat. Lekin baland bu ham qarang, 763 metr balandlikda. Pastda shahar yo'q. Endi aytdimki, eng past joy 600 metr bo'lgandan keyin qayerda kichkina joyda bo'lsin. Aholisi o'sha 130 mingga yaqin. Bu yerda ham o'sha qirg'iz, o'zbek va turli xil nimalar millatlar yashaydi. Bu yerni o'sha rus bosqinchilari ana o'qigan. O'sha kichkina qishloqchani o'rnida garnizon, krepos qurib, o'sha keyinchalik kengayib ketgan. Yana bitta nimasi bor, o'zimizning mashhur Madaminbek shu yerda haligi milliy ozodlik kurashchilaridan biri Madaminbek baza qilgan Jalolobodda. Keyin o'sha nimani O'sh bilan Andijonga nima qilish, ozod qilish uchun. Tarixiy nimalari ham bor albatta. Yana O'zgen shahri bor. Mana shu qarang, mana Jalolobod bilan O'shning orasida mashhur O'zgen shahri bor. Bu o'sha menimcha nimani eng qadimgi shaharlardan bittasi, Qirg'izistonning eng qadimgi shaharlaridan bittasi. Farg'ona, bu ham Farg'ona vodiysida, qarang, Qora daryo irmog'ida Jazimi degan nimasi bor, daryosi bor. O'g'uz qabilalariga o'sha buni endi mana G'aybulla akalardan so'rash kerak. Mana bugun savol Nurbek yozib qo'yish kerak professor G'aybulla Boboyorovga. Boyagi O'zgen so'zi. O'g'uzlar nimasidan olinganmi? Bu qaysi nimadan olingan? O'g'uz kentmi deb? O'g'uz kentmi, balki shunday. Maydon endi bu kichkina shahar 9.2 kilometr kvadrat, lekin 1025 metr balandlikda joylashgan. Bu o'sha O'rta Osiyoda eng baland shaharlardan bittasi. Nihoyatda bahavo. Endi buncha tepada joylashgan. Albatta. Mana bizga ham juda ko'p o'zgaliklar ko'chib kelgan. Masalan, Gulistonda ham bor, shu Toshkent viloyatiga ham. O'shalar ham aytishadi, haqiqatan nihoyatda bahavo. O'zgen nihoyatda zo'r joyda. Aholisi 65 mingga yaqin. 65 mingga yaqin. Shuningdek, qarang, Norin shahri bor, yirik shaharlardan bittasi. Yana Sulukda shahri bor, bu ham mana shu Botken nimasida joylashgan. Boya ko'rgan edik. Mana Sulukda. Sulukda. Mana shu Sulukda 1380 metr balandlikda joylashgan. Tasavvur qilavering, qanday baland joyda joylashgan shahar. U tog' shaharlar. Talas, To'qmoq, Baliqchi, Endi Talas bu tepada. Endi mana shu ko'plab shaharlar bor. Endi qolganlari o'sha kichkina shaharlar. Arslonbob haqida albatta gaplashishimiz kerak. Arslonbob bu o'sha nimada mana shu o'sha atrofda bor yozilganmi Arslonbob? Boshqa xaritada bor edi. Bitta yirikroq Arslonbobning o'zini nimasini ko'rsating. Bozorqo'rg'on rayonida, menimcha mana shu atrofda yo'q. Arslonbob Jalolobod oblasti, Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on rayonida
mana qarang 1600 metr balandlikda joylashgan, aholisi kam 15 mingdan sal oshiq. Bu subalp mintaqasiga kiradi, ya'ni tog'ning o'sha baland qismida joylashgan. Eng qizig'i bu yer bilasizmi, 600 gektarmi yo undan ham ko'proq nimada bu dunyoda eng katta nima bor? Yong'oqzor bor. Hayratxo'ja. Dunyoda eng katta yong'oqzor. Yong'oq biz hali Yong'oq. grek. Afsonalarga ko'ra o'sha grek yong'og'i ham aynan shu yerdan olib ketilgan. Ya'ni Aleksandr Makedonskiy bostirib kelgan paytda, u bizga boshqacha aytishardi-ku. yo'q. U olib kelgan. Yo'q. Afsonalarga ko'ra aynan mana shu yerda Aleksandr Makedonskiy yong'oqqa birinchi marta duch kelgan greklar, yunonlar va aynan shu yerdan olib ketilgan degan afsonalar bor. Va u yoqda endi albatta Yevropa havosida u endi chat yiriklashadi, endi u yerda yiriklashganmi yo boshqa yillar davomida bo'lganmi? Lekin bu yerning yong'og'i ham o'sha nima deydi, uncha kichkina emas, o'sha grek yong'og'idan qolishmaydi. Asli vatani ana shu nima deyishadi, Arslonbob deyishadi. Shu qismini alohida eslab qolamiz, hurmatli muxlislar. Biz hammamiz Yunon yong'og'i deb yuribmiz, o'zimizdan ketib qaytib kelgan ekanda. Bu hazil ekan emasda, o'sha 1000 gektardan oshiq. Qarang, unga kimdir ekib chiqqanmi uni? Yo'q, aytyapman-ku, azaliyda, qadimgi. Bittasi bor ekan, 30 metrlik daraxt bor. 30 metr balandlik, 30 metr yong'oq daraxti bor. Ajoyib. Bu nima deydi, o'sha qoyil qolsa bo'ladi, mana shu Arslonbobga ham. Arslonbob o'zi umuman turistik bir nima deydi, zonada. Bu yerga potensiali katta turizmni. Turizm o'chog'i deyishadi bu yerni. 600 ming gektar. Men adashma 600 ming gektar. Men tasavvur qilavering. Dahshat. Dahshat-ku. 600 ming gektar, u nechta nima joyni oladi. Arslonbobdan tashqari yana o'sha Qirg'izistonda ikkita sharshara ham bor Arslonbobda. Shu yirik sharsharalar bor, ikkita. Shuningdek, yana o'sha eng nima joylarni gapirib o'taylik, keyin ana video filmini ham ko'ramiz. So'ngko'l degan ko'li bor. Bu Norin viloyatida, Norin oblastida. So'ngko'l. Mana shu yerda bo'lsa kerak, adashmasam. Kichkinada endi bu yerda nima qilmoqchi? Boshqa xaritani bera olasizmi? Boshqa xaritasini bering. So'ngko'l degan bor, Norin viloyatida. Buni rasmlarini ham tashlaganman, Nurbek. Tianshan markazi Tianshanda absolyut balandligi mana shu yerda yaxshi, mana Tianshan, bu Tianshanning o'zi berilgan. Ana qarang, Tianshanning qismi bu. Mana shu Tianshan, ko'rdingizmi? Deyarli Qirg'izistonni o'sha Xitoy bilan, mana Tojikiston bilan nimasi, mana Tianshan. Bu kosmosdan olingan mana shu Tianshanda, mana muzlik. Bu muzliklar ko'ryapsizmi? Baland muzligi qanday katta Tianshan. O'sha So'ngko'l qoyil qoldirdi meni. Bu boyagi Tianshanni beryapsiz. Mana So'ngko'l, mana bu menimcha. O'sha yerda So'ngko'lmi shu? Mana shu O'sha So'ngko'lmi? Yo, So'ngko'lmi yo boshqami? So'ngko'l, to'g'ri. Yana boshqa xaritasini bering-da. Norin oblastida joylashgan, Tianshan markazida absolyut balandligi 3016 metr baland. 3016 metr tepada So'ngko'l bor. Maydoni 278 kilometr kvadrat, o'rtacha chuqurligi endi uncha chuqur emas ekan. 9 metrga yaqin, eng chuqur joy 14 metr. Yana bir ajoyib joyi bor. Bu sal xiraroq ekanda, mayli. Yana bitta ajoyib joyi bor, Sarichelak degan ko'li bor. Bu mutlaqo nima deydi? Qaysi qismida u? Bu Jalolobod oblastida, ya'ni bizga yaqin Jalolobod oblastida Sarichelak ko'li. Boyagi xaritaga olib chiqing, tabiiy xaritaga. Kichkina ko'l bo'lgan bilan, lekin bu nihoyatda chiroyli deyishadi. deyarli 5 kilometr maydon, 7,5 kilometr uzunlikda. Maksimal chuqurligi 234 metr ekan. Men shunga qoyil qoldim. Mana shu atrofda. Mana shu atrofda. Kichkina ko'lda, lekin Sarichelak ko'li. Mana shu Arslonbobdan keyin men shu Sarichelak bo'lsa kerak yuqori qismida. Ko'llari, daryolari albatta mutlaqo nima, Qirg'izistonning hayratlanarli go'zallikda. Sarichelak mana bu yerda ekan. Teparoqdami? Mana shu atrofda ekan, ya'ni To'qtagulni g'arb tomonida ekan. Bo'ldi, tushunarli. To'qtagul suv omborini, g'arb tomonida bu, lekin Jalolobod viloyati degan o'sha tarafgacha bor ekan. Demak, Jalolobod mana bu yergacha-da. Mana bu yer atroflarida ekan.
Ha, tushunarli. To'ktagulning g'arb tomonida ekan. Endi albatta vodiy nimalardan iborat deb aytdik. Endi tog'lar haqida yana biroz nima qilib o'tib ketaylik. Aqshiroq massivi bor. Tianshanda Norin va Sarijiq suv ayrig'ichi. Uzunligi 50 kilometr, eng baland nuqtasi 5126 metr. Eng qizig'i Norin daryosi shu yerdan boshlanadi. Qaysi muzlikdan deng? Petrov muzligidan. Petrov u yerda nima qilyapti? Petrov degan muzlikdan Norin daryosi boshlanar ekan. Ajoyib. Uni ham nomini o'zgartirish kerak. Endi biz o'zimiz chiqmaganimizdan keyin chiqqanlar nom qo'yib ketadi-da. Shunday. G'alaba cho'qqisi esa Qoqshol Olatovida. Mana bu borku, Qoqshol Olatovi deb ataladi. Kengligi 54 kilometr, uzunligi 400 kilometr o'sha Qoqshol Olatovini. Qirg'izistonning eng baland nuqtasi G'alaba cho'qqisi 7439 metr. Teske Alatovi ham o'sha nimada, mana Terskiy deb Alatovi deysiz, bizga bu teskari degan ma'noda bo'lsa kerak. Menimcha o'sha turkiy til-ku. Teske Alatovi, ya'ni Alatovning o'sha soya tomoni shunaqada menimcha. Teske Alatovi 375 kilometr uzunlik, kengligi 40 kilometr. Absolyut cho'qqisi 5216 metr ekan. Shuningdek, Kungay Alatovi bor, o tepada. Kungay Alatovi, ko'ryapsizmi? Issiqko'lning shimoli. Issiqko'lning shimoli. O'zi Issiqko'lni ko'ryapsizmi? Bari tog'lar o'rab turadi. Bu botiq o'rtada qolib ketgan. Kungay Olatovi shimoliy Tianshanda 275 kilometr uzunlikda, eni 32 kilometr. Absolyut cho'qqisi 4771 metr. Olmaotadan aynan mana shu nima dovon orqali keladi. Ya'ni o'sha boyagi Kungay Olatovi orqali, mana shu dovon orqali kelishadi. Mana Olmaota bo'lsa, mana shunday. Kungay Olatovidan o'tib kelishadi Issiqko'lga. Jetitormi degan nima bor? Dovon, perival bor. Shuningdek Qirg'iz tizmasi, mana Qirg'iz tizmasi o'sha nimada shimol tarafida Qirg'iz tizmasi Chuy vodiysini Muyunqum cho'llaridan ajratib turadi. Muyunqum endi Qozog'iston tarafi. Muyunqum cho'lidan ajratib turadi. Uzunligi 375 kilometr, eni 40 kilometr, baland joyi 4875 metr. Bu qarang, Bishkekdan O'sh perivali ham mana shu yerda. Bishkekdan O'shga perival o'sha. Perival shu yerda. Qirg'iz nimasi tizmasidan oshib o'tasiz. Agar O'shdan mana bu yerda perival. O'sha perival ana shu oshib o'tasiz shu yerdan. Eng qizig'i bu yerda shunaqangi dovonlar bor ekan, nomini qarang. Ozod Koreya nimasi? Cho'qqisi bor ekan. Ozod Koreya. Ya'ni shu menimcha Shimoliy Koreyaga atab qo'yishgan bo'lsa kerak, kommunist payt. Endi Sovet davrida. Yana bitta xursand qilgan joyi nimasi ham bor ekan. Chingiz Aytmatov o'sha Qirg'iz xalqining buyuk o'g'loni, buyuk adibimiz o'sha Chingiz Aytmatovga ham cho'qqini nomini berishgan. Bu yaxshi. Farg'ona tizmasi endi albatta mana o'zimiz Farg'ona, lekin bu bizning O'zbekiston hududida yo'q bu tizma. Bu tizma to'liq Qirg'iziston. Bu ham o'sha bildiradi, biz birligimizni. Birligimiz bildiradi. Haqiqatan ham Farg'ona tizmasi, mana nomi ham aytib turibdi. Bu Tianshanning ichki qismida Tarugard va Alay Kus tizmalarini o'sha tizmalariga borib taqaladi. Qarang, uzunligi 225 kilometr, eni kengligi 62 kilometr. Eng baland joyi 4692 metr. Ko'ryapsizmi, bu tog'lari ham deyarli mana shunday baland. 4000-5000 metrdan baland. Mana bu yog'i endi Pomir Olay tizmasiga kiradi. Turkiston tizmasi ham mana o'zimizda mana Zominga ulanib ketadi-ku. Turkiston tizmasi. Molguzar tizmasi. Sharqiy qismi bu yer Olayga borib taqaladi. Xuddi o'shanday. Endi Qirg'iziston haqida bir ikkita qiziqarli faktlar boya aytib o'tdim. Boyaga Arslonbob. To'g'ri aytibsiz Nurbek, 600 ming gektar ekan Arslonbob. Qoyil qolish kerak rostdan ham. Keyin qirg'izlarning bayrog'i o'sha qizil rangda, lekin nima deydi? Quyoshga 40 ta uchqun sachratib turibdi ana nimasida. O'sha gerbini ko'rsalaringiz juda ham chiroyli. Markazida eng qizig'i o'zlarining o'tovlarini ramzi bor. Qirg'iz o'tovining ramzi bor mana. Ko'rasiz, 40 ta nima? Quyosh va o'rtada o'tov. Endi qizil rang bilmadim, endi shu nimadan saqlanib qolgan. Endi qizil rangni xohlashgan. Qizil rangda, oddiy qizil rang. Masalan, Turkiyada ham shunday. Uni albatta endi kommunistlar rangi. Yo'q, bu kommunistlar olib qo'ygan bu rang. Uni nimasi aloqasi yo'q unga. Aloqasi yo'q. Gerbida esa oq burgutni timsoli bor. Gerbini qo'ysangiz. Gerbini bo'lsa olib chiqasizlar.
Gerbida oq burgutni timsoli bor, juda ham chiroyli. O'zi burgut bilasiz, ozodlik va g'alaba belgisi-ku. Menga burgut juda ham yoqadi. Bu qush haqiqatan bir ozodlik timsolida. O'zi biz aynan qirg'iz millat haqida suhbat qilganimizda professor G'aybulla Boboyev aytdilarki, qirg'iz so'zini kelib chiqishida o'zi qirqir, ya'ni boshqa versiyalar bilan birga qirg'iy ham bor ekan. Qirg'iy, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni qirg'iydan kelib chiqqan bo'lishi mumkinligi yaqin kunlardagi bir ilmiy ishlarda aytdilar, bir ilmiy maqolalar e'lon qilinayotgan ekan. Ya'ni qirg'iy so'zidan ham kelib chiqqan bo'lishi mumkin ekan, qirg'iz. Chunki turkiy tillarda y, j, z larni almashishi juda nima deydi, mashhur-ku. Masalan, biz yo'q deymiz, qozoqlar jo'q deydi. Albatta. Shunga o'xshagan qirg'iydagi y ham kelib borib zga aylanib ketgan bo'lishi mumkin ekan. To'ppa-to'g'ri. Va o'sha burgut ham endi bu burgut qirg'iy baribir burgutsimollar baribir. Ana qarang, orqasida ko'l, keyin ana ko'ryapsizmi? Talas Olatovi. Endi to'g'ri, bularda ham bug'doy, paxta bor. Albatta, endi boylikda, milliy boyligi. Juda ham chiroyli menimcha gerbi. Yana bitta fakt, Qirg'izistonda dunyodagi yagona eng balandda joylashgan harbiy flot ham bor ekan. Flot? Flot, harbiy flot, voyenniy flot. Endi menimcha shu ko'llarda bo'lsa kerak. Issiqko'lda bu. O'sha dunyoda eng balandda joylashgan harbiy flot Qirg'izistonda ekan. Qoyil qolsa bo'ladi. Chunkicha Issiqko'lda bir zavod bor deyishardi, harbiy zavod. Bo'lishi mumkin. Snaryadlarni suv ostida portlaydigan snaryadlarni sinaydigan. Shunday. Demak, o'sha yerda bo'lishi kerak. Bu dunyoda eng baland harbiy flot ekan. Bu ham o'sha bir alohida nimasi bor. Keyin Qirg'izistonda dunyoning hech qayerda uchramaydigan Oygul nomli gul bor. O'shani ham chiqarib qo'ying-da. U endemik, mutlaqo endemik gul hisoblanadi, faqat Qirg'izistonda o'sadi. Bu gul 1987-yili dunyoning qizil, mana qarang, Ayratxo'ja. Nima gul dedingiz buni? Aygul deb atashadi, Oygul. Bu gul mana shu Qirg'izistondan boshqa hech qayerda o'smaydi dunyoda. Bu mutlaqo endemik gul va dunyoning eng o'sha qizil kitobiga kiritilgan. Ajoyib. Katta qizil kitobga kiritilgan. Ajoyib. O'zi ham mana qarang, o'ziga xos-da, xuddi qo'ng'iroqchaga o'xshab turibdi. Qoyil qolish kerak. Umuman boya aytib o'tdim, Issiq ota degan joyda Issiqko'lga yaqin bo'lish kerak. Buddaviylarning mutlaqo nima deydi, bir hayratlanarli bir nimalari bor ekan, qadimgi o'sha haykallari va boya monastirmi shunga o'xshagan. Yana bitta nimasi bor, Qumtor degan joyda 8-eramizdan avvalgi 7-asrga tegishli bitta hukmdorning nimasi topilgan, oilasi bilan xoki topilgan. Bu ham arxeologik nima. Bu yer ham o'sha turistlarni juda o'ziga tortar ekan, juda ko'p kelar ekan. Saridjaz va Tangri tog'ining o'rtasida boya aytdim, Merzbaxer degan ko'l bor, u yo'qolib va paydo bo'lib turadi. Buni ham o'sha analogik bir nimalardan nima deydi? Anomaliya nima? Analogiyasi deyarli yo'q hisoblanadi. Qorako'lda Dungallarning masjidi bor va u Budda ibodatxonasiga o'xshab. Buni hozir hujjat filmida qo'ysak ham yaxshi bo'lardi. Endi o'sha qiziqarli bir faktlarni qo'yaylik o'sha Qirg'iziston haqida, agar hujjat filmi bo'lsa. Boyagi Ixtiyor aka, bu o'sha flot, bu o'sha tajriba sinov bazasi ekan Issiqko'ldagi Qorako'l shahri atrofida Qo'ysari hududida joylashgan ekan. Bu endi o'sha Rossiyaning o'z vaqtida sobiq ittifoqniki bo'lgan harbiy dengiz flotining bazasi hisoblanar ekan. Harbiy dengiz baza, shuni aytyapman. Albatta. U yerda dunyoda yagona, boshqa hech qayerda yo'q ekan bunaqa baza. Eng balandda joylashgan bazada, dunyodagi eng o'sha balandda joylashgan baza. Shokirjon qani? Albatta o'sha nimalar. Mana bitta surati ham bor. Nurbek, shuni qo'ysangiz.
endi Qirg'izistonda to'g'ri, masalan, iqtisodiy bu darajada taraqqiy qilmagan bo'lsa-da, lekin haqiqatdan potensial bor. Potensial katta. Energetikani o'zini ham sotsa ham yetadi menimcha. Mana masalan hozir turizm bo'yicha ham ko'ryapmiz. Shunday mamlakatlar bor, umuman hech narsasi faqat turizmni o'zidan boy bo'lib yashaydi. Qirg'izistonda ham bunday imkoniyatlar bor albatta. Shunday. Albatta. Mana boyagi boya harbiy nima? harbiy sinov bazasi. Bu o'sha dengiz flotining harbiy sinov bazasi hisoblanar ekan, Issiqko'lda. Boyagi manimcha snaryadlarni sinab ko'radigan joy. Bular shunday joyni ham chiqib rasvolamoqchi bo'lgan bo'lsa kerak. Endi Sovet ittifoqi davrida qarang, Issiqko'lda sinab ko'rarmiz. Shuni boshqa joy qurib shuncha qolgan dengizlar, shuncha okeanlar bilan chegaradosh bo'la turib kelib shu Issiqko'lda. Bularga Orol ham kamlik qildi shekilli, Issiqko'lni ham yo'q qilmoqchi bo'lgan. Qarang, juda g'alatida Issiqko'lga kelib sinaysam, shunday durdona joyda. Durdona joyda. U yerda bu oqib ketadigan turist kelish kerak odam keladi u yerga. Tavba qilib. Hayron qolasan-da bular qiladigan ishi haqiqatdan. Shokirjon qayerda? Boya Qumtor degan nimani ham aytdim. Haligi dunyoda eng baland oltin konlaridan biri 4 kilometr tepalikdan olinadi ekan. Bundan tepada faqat Perudagi Yanakacha degan joy bor. Bo'ldi. Boshqa unaqa baland joyda oltin kon olinmaydi. Tasavvur qilavering. Ajoyib. Qoyil. Keyin To'qtagul suv omborining ham videosi bor ekan, uni ham keyin bir ko'rsak juda ham ajoyib. Qo'yib maqsak yaxshi bo'lar. Shokirjon. Nurbek yoki boyagi To'qtagul suv omborining videosini. Shu To'qtagul suv omborini ko'raylik. To'qtagul suv omborini. Ovozi shart emas, shunda o'zini qo'ysangiz. O'sha boyagi tog'larini suratini ham qo'ysangiz keyin yaxshi bo'lardi. Ovozsiz qo'yasiz Nurbek? Mana. Yo bu Issiqko'l emas. Bu Issiqko'lni qo'ydingiz Nurbek. To'qtagul suv ombori. Voy, chatda turgan edi. Mana. Keyin buni siz hozir qanday qo'yapsiz? O'sha kichkinalashtiribmi? Mana Shokirjonni kutar ekanmiz. Menimcha shunisi to'g'riroq bo'ladi kutarga. Savollar bo'lsa, agar maqsak javob berib turardik agar. Hurmatli muxlislar, savollar bo'lsa, geografiya bo'yicha marhamat. Qirg'iziston geografiyasi bo'yicha, butun dunyo geografiyasi emas. Bugun biz Qirg'iziston haqida gaplashamiz. Ne temada deb yozibdilar? Qaysi mavzuda demoqchi bo'lgan bo'lsangiz, Qirg'iziston mavzusida. Xo'p. Iltimos, mavzu yuzasidan savol, provokatsion savollar bo'lmasin. Yuriy Gagarin kosmosda Issiqko'lni ko'rib odam ko'ziga o'xshatgan deyishdi. Aytdim-ku, kosmonavtlar ko'zga o'xshatar ekan ko'lni. Juda chiroyli-da. Qirg'iz xoqonligi, biz bu haqda o'tgan safargi ko'rsatuvda aytdik. Nurbek, havolasini yuborib qo'ying. Qirg'iz xoqonligi haqida biz Qirg'izlar tarixi degan ko'rsatuvimizda aytib o'tdik, hurmatli muxlis. O'z Qirg'iz xoqonligi o'zi rostdan bo'lganmi-kan? Yo'q, buni akademik Bartelt buni yozib qo'ygan. Bu o'tgan safar professor G'aybulla Boboyev uni qayerda bo'lgani yo'q, qanday bo'lgani hammasini ko'rsatib, ya'ni u bugungi Rossiya hududida, Enasoy atrofida bo'lgan. Juda ham katta hududni egallagan Qirg'iz xoqonligi bo'lgan. Uzoq yashagan-a yo kamroqmi? Ancha 5-600 yil yashagan bu xoqonlik. Endi uni kattalashgan vaqti, kichiklashgan vaqti bo'lgan. Endi bu nomi bilan Qirg'iz xoqonligi bo'lgan, o'sha Enasoy atrofida bo'lgan. Keyinchalik biz bilamiz, Qirg'iz qardoshlarimiz sekin tog'ga tushgan, bu yoq tarafga, ya'ni janubga tog'ga kelishgan. Bir qismi qizig'i Fuye qirg'izlari, ular Xitoy tarafga o'tib ketgan. Xitoy tarafga o'tib
ixtiyor aka, mana bugun biz shular haqida gaplashamiz. Hurmatli muxlislar, biz bugun Xitoydagi turkiy xalqlar haqida, Koreyaga yaqin joylashgan turkiy xalqlar, manjurlar, shular haqida ham suhbat qilamiz. E'tiborli bo'lamiz. Demak, Fuye qirg'izlari u Koreyaga yaqin joyga ketgan ekan, qarang. Hozir Xitoyning sharqida, Koreyaga yaqin hududlarda qirg'izlar bor. Fuye qirg'izlari. Lekin ularning tiliga arabcha, forscha so'zlar aralashmagan ekan. Chunki ular teginilmaganda ular bilan. Ular tasavvur qiling, Enasoydan ixtiyorga u yoqqa qarab ketgan ekan. Tushunarli. Ular Enasoydan sharqga, bizni hozir qo'shnilarimiz, qardoshlarimiz, ular janubga tushgan, tog'ga. Endi ular G'aybulla aka bir ajoyib tushuntirib berdilar. Masalan, biz agar bu kitob boshqa desa, ya'ni bu kitob emas deymiz-ku. Bu kitob emas deymiz. Bu yerda arabcha so'z qo'shilishi mumkin, forscha. Ular aytar ekanki, bu bitik boshqadir ekan. Qarang. Qani kitobni bitik emas, umumanni boshqa. Ya'ni o'sha turkiychani o'zida qolgan ekan. Endi to'g'ri, avlodlari ko'proq o'sha xitoychaga ham urg'u berilgan ekan. Rostdan ham haq. Birinchi boyaga ko'rsating. Nimani? To'xtagul. To'xtagulni ko'rsating. To'xtagul sonbori bor edi, Shokirjon. Ovozsiz qo'yasiz. O'zi tarixida ham bu qarang, 24-yil Qora Qirg'iz avtonom oblasti. Shundan ko'p nimalar tomoshabinlar adashishi mumkin-da. Qirg'iziston respublika sifatida shakllanguncha Rossiya imperiyasining tarkibida bo'lgan, keyin Rossiya federatsiyasining ham tarkibi. Bizdan farqli o'laroq ularda sal boshqacharoq kechgan. Masalan, qarang, Qirg'iz avtonom oblasti bo'lgan, Qora Qirg'iz avtonom oblasti. Ko'ryapsizmi? Qirg'iz avtonom Sovet sotsialistik respublikasi va oxiri Qirg'iz SSR bo'lib, 36-yildagina respublika mustaqil. Endi mustaqil emas, o'sha paytda respublika sifatida tashkil topyapti. Mana bu To'xtagul sonbori, ixtiyoriga. To'xtagul sonbori. Endi boyagi hujjatli filmni. Boyagi 14 ta qiziqarli faktlarni qo'ying-da, Shokirjon. O'sha eng go'zal joylarini ko'rsataylik Qirg'izistonni. Yo, rostdan ham Qirg'iziston menga nima deydi, потрясающе, qoyil qolish kerak. Juda ham ta'sirli. Markaziy Osiyo Shvetsariyasi. Shunday. Qirg'iz Agar biz avvalroq rivojlanganimizda, hozir Shvetsariya Yevropa Qirg'izistoni bo'lardi. Albatta, albatta. Demak, shunga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni bizdan olib o'zligiga solishtirsin. Mana shu Qirg'iziston bu joylarni o'tkazib yuborsangiz ham bo'ladi. Mana qarang, qanday go'zal. Bunaqa joylarda albatta yashang keladi. Yashillikka burkangan diyor. Mana qarang. Mana shaharlari ham yomon emas, qarang, qanaqa chiroyli. Bu o'sha Bishkekda qurilgan masjid, adashmasam, Turkiya eng katta masjidlardan bittasi. Mana 1,5 millionlik shahar. Poytaxt, katta shahar. Deyarli barcha nimalar uyg'unlashgan. Arxitektura. Hatto Xitoy, o'sha G'arbiy Osiyo, Sharq, ana qarang, archazorlarni. Ajoyib. Asosan Tianshan va o'sha nimada Pamir Olatovi. Qarang muzliklarni. Muzliklar. Shu dunyoda eng baland tog'lar. Ajoyib, suvni ko'lni qarang, lojivard ko'llarni. Bu Taxt Sulaymon. Taxt Sulaymon. Taxt Sulaymon.
mana Petrogliflar. boyagi petrogliflar ko'ryapsizmi? Saymali tosh. 2000 danmi ortiq o'shanaqa tosh bor ekan. Ya'ni toshlarga yozilgan. Toshlarga yozilgan. Saymali tosh. Endi suymali tosh bo'lsa kerak-da, endi bu G'aybulla aka buni tushuntirib bersa kerak. Endi u G'aybulla akadan Ha. so'raymiz. Nega saymali? Mana qarang. Suratli tosh deganimi? Har bir toshda mana qarang, chizma bor. Bu qoyil qolish kerak. Bu 1000 yillik, u yaqinda chizilgan narsa emas bular. Ko'ryapsizmi? Turistlarni aynan mana shu jabhasi tortar ekanda. Aynan mana shu toshlarni ko'rishga keladi odamlar. Chunki zamonaviyliklar uni o'zida to'layotibdi. Albatta. Chunki bu tarixda, agar buni o'qiy olsangiz nimalardir bu yerda beradi. Toshrabot. Tashrobot. Mana Tashrobot. Karvonsaroy bo'lgan ekan o'sha Xitoy chegarasida bu ham. Qarang, Xitoy bilan chegarada karvonsaroylar bo'lgan, shunaqa robotlar bo'lgan. O'zimizda Sardoba ham bor, shunga o'xshagan. Mana haqiqiy tarixda. Haqiqiy tarix albatta. Mana nimasi ham bor, qarang, Bo'ron degan minorasi bor. Mana shu ham ajoyib ekan, 40 metr bo'lgan ekan bir paytlar. Bo'ron minorasi. Hozir yarmi 20 metr qolgan deyishadi. Bu o'sha nimada, Bishkekdan nimada To'qmoq degan shahar yaqinda, qarang, G'ayratxo'ja. Bolasog'un degan shahar mana shu atrofda bo'lgan. Bolasog'uniylar bo'ladi. Ha. 80 metr bashnya minora. Boyagi Inilchek muzligi. Boyagi o'sha Osiyodagi eng katta muzliklardan bittasi. Suvlar shulardan agar bular erisa, agar orollar ham to'lib ketsa kerak. Lekin erimay turgani ham ma'qul. Lekin bir marta erisa shu bilan tamom. Bu zaxirada turgani ham yaxshi. Mana qarang, Dungan masjidi. Eng qizig'i bu xuddi Xitoylarning Budda haligisiga o'xshab ketadi. Endi bu o'z dunganlib Xitoyda. Shunday. Musulmon bo'lgan Xitoylar. Shu antiqaligi tortar ekanda arxitekturasi. Albatta, o'zini milliy arxitekturasi. Turistlarni mana shu tortar ekanda, ko'proq kelar ekan shu yerga. Ham musulmon demasa, ham uyg'unlashib ketganda. Xitoy arxitekturasi. Xitoy arxitekturasi. Bu noyobda, bu yangi emas, bu necha yuz yillik nima, qarang. Mana Sarichelak aytdim boyagicha, Sarichelak. To'xtagulni sharqida, g'arbida. G'arbida. Juda ham noyob ko'l deyishadi buni. Juda ham noyob. Qarang, bu yerga odam oyog'i ham yetish qiyin-da, borish. Xitoy aka aytamiz, infratuzilma oxirgacha emas. Bir tomondan yaxshiyammi deb o'ylab qolasan. Bo'lmasa odam zot o'tda ham qo'ymaydi deb. Mana Ali Archa degan. Ali Archa endi. Qarang. Juda mashhur joy. Bu yerga turistlar mana shu kelib, aylanib, darada endi katta toza havo. Ana qarang. Suvni qarang. Mana So'ngko'l, boyagi So'ngko'l. Xuddi shu Janubiy Amerikada Antog'lar atrofiga o'xshatishadi. Qarang, qanaqangi katta, chiroyli. Bu So'ngko'lmi yo Issiqko'lmi? Yo, So'ngko'l. So'ngko'l ham katta-da, juda katta ko'llardan. Bu boyagi masjid bo'lsa kerak. Bu markaziy masjid. Hali bunda qarasangiz Turkiya uslubi ko'rinadi. O'shanda Istanbuldagi masjidlarga o'xshaydi. Istanbuldagi masjidlarga o'xshaydi. O'sha Sulton Ahmedlarga o'xshab qurilgan shekil. Bu adashmasam shu Turkiya homiyligida qurilgan bo'lsa kerak. Shunaqa shekil. Chunki mana minoralari ham juda o'xshab ketadi. Mana yozib qo'yibdi, Turkiya Diyonat ishlari boshqarmasi tomonidan. Shunday shekil. Muxlislar ham yozishyapti, Turkiya qurib bergan edi deb. Qarang, yaylovlarni. Mana hatto anavi ham bor. Nima deydi? Kasa deydi-ku, ruschasiga. To'g'ri-ku, bu yerga u jonivorlar yetishmayapti hattoki. Albatta. Biz aytiladi-ku, jonivorlarga yem-xashak yetmayapti desa, Qirg'izistonda yem-xashakka jonivorlar yetmayapti. Jonivor yetmaydi, to'ppa-to'g'ri. Bu yerda hali aytadi-ku, hali nima derdi? Uyur. Shunday. Aqal men uyursam otlar chiqib kelsa.
Bu bunaqa joyda uyur yurish kerak edi o'zi Ixtiyor aka. albatta u yerda mazza qilib boqasan ham Bu molni ajoyib. Ya bu go'zallik namunasi. sharsharalarni qanday go'zal. Biz xursandmiz qardoshlarimizni shunday joylari borlardan. Mana Biz qarang, faqat qizilmi bu? ha mana shu nimaga o'xshatishadi haligi kanyonlar bor edi AQShdagi. AQShdagi Ajoyib kanyonlar. ha Amerikadagi Ulardan kanyon- farqli buni yashilliklari ham ha bor. qarang qip qizil bu yog'i ham yashil Yashil, Bu ajoyib. mutlaqo g'ayritabiiyda endi albatta nimasi bilan bog'liq haligi morfologiyasi Ha, albatta. Ha, menimcha yetarli u Ya rahmat. Ixtiyor aka juda ajoyib, ajoyib. Boya eng past tizmasi deb so'rashibdi. U ham 600 necha metr Ha, desa Ixtiyor aka. 600 metrdan U baland ham 600 metrdan baland. Xo'p. 1,5 ming metr bo'lgandan keyin tasavvur qilavering o'rtacha baland Ajoyib. butun Qirg'iziston hazil ekan emas Menimcha kursini yakunlasak bo'ladi. 1,5 soatdan biri. akam kelib qoldi Demak, hurmatli muxlislar, keyin kursini ham o'tkazib yubormaysizlar. 10 daqiqalarda boshlanadi. Biz Xitoydagi turkiylar, salarlar, fuye qirg'izlari va ular haqida gaplashamiz. Xitoyga kattakon rahmat. Kelgusi kurslarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat. Keyin dastur Qozog'iston to'g'risida bo'lsin deyapti inshaalloh, albatta. xudo xohlasa Tojikiston, Qozog'iston